Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Shahboz degan Andijonda bir ustamiz bor ekan. Qo'llaridan ko'masin, Alloh rozi bo'lsin qilgan ishlaridan. Mana bizlarga 20 ta stol buyurtirdik Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyodin shaharchasidan. Mana Alloh rozi bo'lsin. Yaxshigina qilib, chiroyligina qilib bizlarga dastavka o'zimiz mashinalar gaplashib topib olib keldik. Mana hammasi yaxshi, uyimizga mos keldi. Mana Alloh rozi bo'lsin. Qo'llari dard ko'rmasin. Muxlislar, yana klientlar, mana klientlar bo'lsa, podpisчиклар bo'lsa, o'ziga yana chiqaverasizlar. Mana qilgan ishlari, mana hammasi yaxshi, a'lo darajada. Hani aytmoqchi bo'lgan gapim 8 metrga 3,5 xonalarga zo'r tushganda bu. Mana ikkita xontaxta bo'lingan. 20 ta o'tirg'ich bilan, stulchasi bilan burga tushdi. Xonani razmerlarini aytsalaringiz, olayotgan muxlislar, olayotgan klientlar bo'lsa, yaxshi, mana ishlari sifatli ekan, yaxshi. Mana bir haftaning ichida taxlab, mana jo'natdi, olib kelib mana ustonovkaga uyga qo'ydik. Muxlislar yana podpisчиклар like bosib deganday. Andijon viloyati Oltinko'l tumani ekan. Shahbozjon adreslari. Sog' bo'lsin, charchamangiz.